Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Xitay hökumətinin Uyğurlarını cəza lagerlərinə solaşıq münasibətlik məxfi vəziyyətlərinin aşkarlanışının səbəbləri və onların oynayan rolu doğrusunda söhbət edib barımız. Biz bu münasibət bilan Gollandiyalik Uyğur fəaliyyətçi, şundaqla bu məxfi vəziyyətlərini dünyaga aşkarlayan Asiya Abdulahad xanım bilan söhbət edib barımız. Söhbətimize hoş geldiniz. Rahmat. Assalamu alaykum. Aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Asiya Uyg'ur, hammalarga salom. Unda olsa aldı bilan siz o'zingizni qisqacha ko'rganlarımizga bir tanishtirgan bo'lsangiz. To'liq ismim Asiya Abdulahad. Men 2009-yili xizmat munosabati bilan chet elga chiqqan. Keyin qaytish bo'lmadi. Ma'lum sabablardan Gollandiyaga keldim. Gollandiyaga yerleştim. Yıllardan buyon şu Gollandiyada yaşab kelyapman. 2016-yildan boshlab siyosiy sohaga qadam qo'ydim desam bo'ldi. Unda bo'lsa Asiya, siz bu Xitoy hukumatining lagerlarini qurish to'g'risidagi bu maxfiy vaziyatlarga siz qanday erishdingiz? Bu maxfiy vaziyatlarga erishishim nihoyatda bir tasodifiylik desam bo'ldi. Qarindoshlar ayab bo'lgandek, men bir qancha yillardan beri to'g'ri yoziqchilik bilan shug'ullanyapman. Benim yazıqchilik sohaim asosiyatim politik, yani siyosiy sohada bo'lib keldi, yani xalqaro vaziyat analizi deganda. Shu sababdan bo'lsa kerak, hujjatni menga avatguchi meniki bu hujjatni ishonchli, yani to'g'ri bo'lgan joylarga avatib beralaydi ham bundan bir qimmat yarata oladi deb ishonch bilan menga avatmagan bo'lsa kerak. Siz bu hujjatlarga erishgandan keyin ularni o'qib siz nimani o'yladingiz? Ya'ni qanday narsalar sizga ta'sir qildi yoki nimadan cho'chidingiz? Necha kundan beri men izchil ziyorat qabul qilib kelyapman. Shu qabul qilgan ziyoratlarda izchil so'ralgan savol dal shu. Bu savol muhim bo'lib so'raldi. Men hujjatni topshirib olgan kuni, u kuni attigan maktabga borardim. U hujjatni topshirib olgan vaqtning o'zida men uni tuzuk ko'mibdiman. Kesh bo'lgan chog'da ko'rdim endi bolalarni nima qilib o'rlashtirib bo'lgandan keyin o'ltirib. Bu zot nima hujjat deb ko'rgan vaqtimda birinchi bo'lib mening diqqatimni tortgan narsa, uningda bir haftaning ichida tutgan odamlar 24 mingdan ortiq, 25 mingga yaqin odam tutibdi. Bularning ichida 15 mingni lagerga qamabdi endi. Bu nuqta bo'ldi. Undan keyin Mao yiti xwa deydigan, bular bir gavdlashtirib boshqarish yiti xwa zo'rampiyin deydigan. Bu narsa bir app detal ekan. Bu detalda bu detal to'g'riliq bundan burun, yana o'tgan yili 5-oylarda deyman bilishimcha, Mao kishilik huquq xalqaro kishilik shular bir raport chiqargan bu to'g'riliq. Shu app to'g'riliq. Bu appninki alayidligi odamlarniki hatto ideyangizda qanday narsa o'ylayapsiz, shu narsadan tortib ular kontrol qila oladi uni. Siz hatto qalangizda biror o'y fikr bo'lsangizmi, uni hukumatga o'til yetkazib, sizni terrorlik yoki radikallik degan narsalar bilan ayblab, sizni lagerga qamalishingizga sabab bo'ldi ekanda, shu sistemada boshqaradi ekan. Shuningga doir uchurlar bor ekan. Endi bundan boshqa nihoyat qo'rqinchli uchurlar. Dastlabda diqqatimni tortganlar shu nuqtalar bo'ldi. Chunki men bu nuqtalarni izlayotgandan keyin men bu nuqtalarga bakarak diqqatimni berdimda nihoyat cho'chidim endi. Siz bu maxfiy hujjatlarga erishgan zaman bu hujjatlarni shu New York vaqti gazeti va xalqaro tekshiruvchi jurnalistlar institutiga topshirib berishni o'yladingizmi yo unga xili bir vaqt ketdimi? Uzun vaqt ketmadi. Men hujjatni topshirib olgan kuni bir qancha joylarga avatdim. Avatgan vaqtimda u joylardan hech qanday inkoslar kelmadi. Meningki u vaqtlarda xalqaro medialar yoki bir muxbirlar bilan bevosita aloqam yo'qdi. Shundan keyin men jiddiylashib bu qanday qilish kerak degan narsa bilan shu kun kechda men uni Twitter akkauntimga chopildim. Chunki men Twitterda men ko'proq faoliyat qilaman. Twitterda nurg'un shu Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lgan tadqiqotchilar, medialar, ashunaq odam yoki medialarning borlig'ini bilaman-da.
balkim diqqatini tortish mumkin deb o'yladim. Shuningga buniki eng muhim bo'lgan bir beti bor. Jo Hayloniki imzosi qo'yilgan ham To'g'ri. tutilgan odam soni bor. Men shu betni Twitterga chapildim. Chapilsam naytı orliqda bir necha soat o'tmadi. Naytı tezlikda Andrian Zenz bilan yana bir Uyg'ur tadqiqotchisi ikkisi bir vaqt izlab qoldi meni. Shuning bilan shular orqali hamda bu yo'llar ochilib, bu ishlar ta bugunga qadar davomlashyapti. O siz New York Times bilan bevosita aloqalashdingizmi yo ular Yo'q. siz Twitterga chiqargandan keyin Jo Haylanning qo'l qo'ygan hujjatini siz bilan aloqalashdimi? New York Times'ni shu ikki mutaxassis ashla tunishtirgan menga. Siz o New York vaqt gazeti va xalqaro tekshiruvchi jurnalistlar institutiga yetkazgan bu hujjatlar hamda 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlarni lagerlarga solash buyrug'ining Xitoy raisi Xi Jinpingdan kelganligini hamda uni isbotladi. Siz buningdan hamda xush bo'ldingizmi? Gerçi uzundan buyon lagerlar masalasi xalqarada izchil qiziq tema bo'lib kelayotgan bo'lsa-mu, hatto nurg'un guvohchilar chiqib o'ziniki bexatarligini bir yoqqa qayrab qo'yib turib isbot berayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati izchil bu masalaga nisbatan o'zini qochirish ham inkor qilish pozitsiyasida bo'lib kelgan. Endi bu hujjat ustida shu Xitoy hukumat rahbarlarining o'ziniki qo'l imzosi bo'lgan, hukumat tamosi bo'lgan, ular inkor qilg'isiz darajadagi bir hukumat hujjat hamda bu hujjat ham New York Times'dek ham xalqaro muxbirlar tashkilotidek cho'ng organlarniki endi nayt inchik tekshirishidan o'tib, ondan xalqaroga e'lon qilindi. Ular yolg'on hujjat yoki rostligiga ishonch qilmagan ahvolida unda hujjatni oshkor qilmaydi, bu hammamizga ayon. Shuning hamda bu tarafidan men xush bo'ldim endi. Mushtaq bir hujjatniki xalqaroga oshkorlanib, Xitoyniki Uyg'urlar ustida bir qirg'inchilik elib berayotganligiga bir isbot bo'lgandan, bundan biza tasalli topdim desam bo'ldi. Bu bevosita buyruqning hamda Xitoyning davlat raisi Xi Jinpingdan kelganligi. Bu hargizmi yana Xitoy hukumati yetkazib borgan Chinchuango keliblan ba'zilar, chunki ba'zi mutaxassislar deyish mumkin Chinchuango borgandan keyin bu siyosatlarni yurgizgan inson, ya'ni Chinchuango. Buni balki markaziy hukumat bevosita buning buyruq qilib bunday qil degan bo'lish notayin deyish mumkin. Ammo siz bu hujjatlarni New York Times'ga bergandan keyin New York Times bu hujjatlarni tahlil qilib hamda maqol chiqarish orqali bu buyruqning amaliyoti bevosita Xi Jinpingdan kelganligini isbotladi. Hamda buningdan hamda Xitoy hukumati bo'lsin, Xi Jinping bo'lsin, hamda buningdan qochib qutulmaydi. Hamda siz ta'minlaganligingiz uchun bu shu natijani yaratdi. Men demoqchi bo'lganim hamda shu o'zingiz yaratgan natijadan hamda ko'zlagan natijadan shuningdan bir rozi bo'ldingizmi demoqchi. Ha, men shunday desam bo'ladi. Men izchil Xitoy hukumatining zodi bu lagerlar masalasini nima uchun o'tirib chiqarganligi, qachon o'tirib chiqarganligi, qanday sabablar bilan o'tirib chiqarganligi to'g'risida izchil izlanib kelyapman. Men buni yoki Jo Haylon yoki Chinchuango ajay bo'lgandan keyin shularning ideyasi bilan o'tirib chiqqan narsa deb bir siyosat deb unda qaramagan. Chunki bu masalaninki orqa ko'rinishi haqida ko'p izlanishlarim bo'ldi. Yaqinda men bunga doir Xitoy hukumatining shu mazgillarda yana qanday siyosatlar sababli Uyg'urlarni lagerga qamashdek bir siyosatni ishlatganligiga doir muhim dokladlarni Uyg'ur tiliga tarjima qilib xalqimizning ko'rishiga sunyapman. Shundan bu qatam endi Xi Jinpingning buyrug'i bilan qilingan xalqaro hujjatlar isbotlanishi bu texmo mening qarashlarimning to'g'ri ekanligini isbotladi ham bundan ayt xush bo'ldim haqiqatan. Buningda hamda Xi Jinpingdan sirt hamda bu lagerlarning boshqarish, uni tizginlash qo'llanmasini yozgan odam, ya'ni Uyg'ur Avtonom rayoning muavin partiya sekretari Jo Haylon ekanligi hamda bu hujjatlar oshkorlangandan keyin aniq bo'ldi. Hamda bu odam hamda Jo Haylon degan hisobda Uyg'urlar bilan birga cho'ng bo'lgan, Uyg'ur tilini yaxshi so'zlaydigan bir inson turuqliq bunda bir qo'llanmani yezib chiqishga Uyg'urlarga qarshi siz qanday qaraysiz? Mening qarshim bu mayli Jo Haylon bo'lsin yoki Jo Haylonning o'rnida boshqa birisi bo'lsin. U Xitoy hokimiyatini qo'llaydigan bir rahbar bo'ldi ekan. U shunday narsani yezishi mumkin. Chunki Xitoy hukumatiningki shu vaqtdagi siyosati, ya'ni bo'libmi 2010-yili bo'lsa kerak, Xitoyningki
davlatlik strategiya markazi deydigan bir organi bor ekan, ya'ni davlatning strategiyasini tuzib beradigan. Shu organniki mas'uli Huangang shu ikkinchi avlod davlatlar strategiyasi deb bir planni yozgan ekan. Endi buni men tafsiliy inchik ko'rib chiqdim. Buni o'tirib qo'ygan masala Xitoyda bir Junxo ulusi degan hukmni butkul millatlarga, mayli qaysi millat bo'lishini qat'iy uni sindirish, ya'ni davlat kimligini qabul qildirish. Bundaq yozishidagi maqsadmi 2008-yili bu Xitoylarniki 5-qatimliq cho'ng nopus tekshirish bo'ldi ekanda. Bu vaqtida shu nopus tekshirishda endi millatlarning ko'pish nisbati, soni, anadan keyin Xitoylar bilan to'yilish nisbati degandek bu son sifirlar nihoyatda inchki statistika qilingan ekan shu vaqtida. Shu qilingan vaqtida Uyg'urlarning nopusi mamlakat bo'yicha 4-o'rinda turdi ekan. Nihoyatda yuqori, ko'payishi tez. Ashtaqga. Undan sirt Uyg'urlarniki Xitoylar bilan to'yilish nisbatini shu vaqtida 0.62% deb yozibdi. Men u statistikalarni ko'ryapman. To'g'ri. Shundaq bo'lgandan keyin shu Huangang'niki maqolasida, shu dokladida deydi ekan, boshqa millatlarniki endi to'yilish nisbati asosiyati yuqori. Jungoda 5 avtonom rayon bo'lsa, qolgan 4 avtonom rayondagilarniki Xitoy bilan to'yilish nisbati asosiyati yuqori nisbatda bo'yatadi. Lekin Uyg'urlarniki nisbatining tuvan bo'lishi, anaki bularning ko'payish nisbatining yuqori bo'lishi ham bir Jungodagi bir davlatda 4-o'rinda turadigan nopus sonida. Bundaq bir millatningki bo'lishi ham Xitoy bilan assimilyatsiya bo'lishini toza qabul qilmasligi bu diqqat qilishga arziydigan bir nuqta deb ashtaq yozadi ekanda. Anaki u odamning asos o'tirib qo'ygan narsasi Jungoning taraqqiyot nishonida, taraqqiyot yo'lida bu yerda Amerikacha bir forumni ashuni qo'llanish kerak. Ya'ni Amerikadami Amerikalik degan kimlikni qabul qildi xalqlar. U yerda millat kimligi degan narsa yo'q. Jungodami shunaq bo'lish kerak. Ya'ni Junxo ulusi, ya'ni Junxo millati degan kimlikni hammadan qabul qilish kerak. Sen kim desa men Junxo millati deyoladigan bo'lish kerak. Shunday qilish uchun davlat yana majburlash siyosatlarini, andan keyin asalliq millatlar bilan Xitoylarni to'ylashga qulaylik yaratib bergan siyosatlarni chiqarish kerak. Bo'libmi Uyg'urdagi millatlarniki endi mushu to'ylashni xohlamaslik bu nuqtalarga alohida kuch chiqarib bunaqa davlat siyosat qo'llanish kerak. Agar normal siyosatlar bilan bu vujudga chiqarilmagan vaqtida bunaqa zo'rlash, majburlash siyosatlarni qo'llansa bo'ladi deb shunday yozilgan ekan. Shuningga bu aniqlan u 2010-yilda chiqqan narsa, undan keyin Xi Jinping taxtga o'tirdi, keyin 2021 keldi. Bu oraliqda bo'layotgan ishlar hammamizga ayon. Uyg'urlar biz bo'lib turyapmiz. Bu yerda ma'rifni yo'qotdi, tilni yo'qotdi. Uyg'urlarga radikallik bu qalpoqlarni izchil kaydirib kelayotgan. Endi bu yerda nurg'un shu terrorlikqa doir xalqaro terrorlik o'lchamlariga to'shmaydigan bir delo arxivlarini tiklab chiqib, bu yerda xalqaroning ko'zini bo'yab Uyg'urlarni yo'qotish uchun bir bahona tayyorladi bular. Buni orqaga qarab baxsa, bu yerda butun qilayotgan ishlarning hammasi shu Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotish uchun bo'layotganligini ko'rib olamiz. Sizningcha hozir Xitoy hukumatining bu Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan siyosati faqat Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotishmi yo boshqami? Milliy kimligini yo'qotish bo'lish kerak. Chunki men boya dedim, bu yerda Uyg'urlarning assimilyatsiya bo'lish nisbati nihoyatda tuvan. Undan keyin yana bir statistika borga buni deyishni muvaffaq bo'ldim. Bular millatlarniki Jungolik kimligini, ya'ni davlat kimligini e'tirof qilishi to'g'riliq bir statistika yurgizgan. Yurgizgan vaqtida Uyg'urlarniki ichida bu statistikada shu 26 yoshdan 45 yoshgacha bo'lganlarning statistikada 65% odam o'zini jungolik deb e'tirof qilmaydi ekan. Mundaq statistikani qilgan. O'zini nima deb e'tirof qilgan? O'zini ham mundaq Xinjianglik degandek-chi, endi Xinjiangdagi bir Uyg'ur ashalik deb. Garchi u yerda biz Sharq Turkistonlik, bu vatan bizning deb deyish mumkin emas-ku, lekin shunaqmi o'zini men jungolik deb u kimlikni e'tirof qilmaydi ekan. Shu mushtaq bo'lgandan keyin bu yerda 80-yillardan keyin ham 90-yillardan keyin tug'ilganlar xatarlik kollektiv
Yani xatarlik insanlar gruppasi deb mındaq ayrılganda bu statistika yani Uyg'urlar qilingan statistika. Endi bu yerda Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni degan narsa bor. Bu yerda Abnum rayon bular Cunha ulusi kimligini Uyg'urlarga singdirish uchun endi bu yerda Abnum rayon degan narsa bo'lmaslik kerak degan emasmi? Xuangan o'zining holatida Abnum rayonni yo'qotish kerak. Bu yerda 56 millat degan narsani yo'qotish kerak. Endi hamma Xitoyda yashaydigan millatlarning hammasi o'xshash, barobar, asonlik millatlar siyosati degan hamma narsani olib tashlab etish kerak. Endi hammadan Cunha millati degan narsani sindirsa, andan keyin bu yerda tenishlik, barobarlik degan narsa amalga oshadi deb mundaq yozadi ekan u odam. Endi undaq bo'lgandan keyin bu yerda asosli nuqta 5 avtonom rayon ichidagi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni degan yerda bu Uyg'ur degan millat yo'qolsa, bu yerda avtonom rayon degan narsaniki mavjud bo'lishining hech qanday bir zaruriyati qolmaydi bu yerda. Bu yerdagi har qanday qirg'inchilik yoki har qanday bir jinoyatiga Xitoyningki mas'uliyatini surishtiradigan bir xalq bu yerda yo'qaydi vaqtida. Endi ularning maqsadi shu Uyg'urlarni yo'qotish. Men ozroq qadar o'zimning izlangan doirasida Xitoyning maqsadi shu Uyg'urlarni yo'qotish deb shunda qaradim. Bu Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'qotish orqali Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni deganni amaldan qoldimizmi? Markaziy hukumat hozir Xitoyning hozirgi vaziyati sababidan biz Abnum rayon tuzumini amaldan qoldirgan bo'ldik deb qoldirsa bo'ldi. Undaq bevosita qoldiramiz deb qoldiramasligimiz mumkin. Chunki agar bir avtonom rayonni amaldan qoldirib etaman desa, bu yerda BDT yani xalqaroga buningga mos keladigan bir sababni ko'rsatish kerak. Andan keyin Uyg'urlarning qarshiligiga u yerda uchirsa, u yerda Uyg'urlarning qarshiligi yo'lli qarshilik bo'lib o'tirib chiqadi. Abnum rayon huquqidan olib tashlab etdi deganki Uyg'urlar bu yerda qarshilik chiqadi. Xuddi Kosovo, Bosniya u yerlardami shunday qarshilik bo'lgan. Kosovoning avtonom rayon huquqini olib tashlab etgan bir mazgil. Shu vaqtlardami ularningki qarshiligi bo'lgan. Shunga o'xshash ashuna qarshiliklarningki oldini olish uchun andan keyin ishlarni pak-pakiz qilish uchun mushunaq bir tartiblarni boshdan kechirish kerak deb qaragan bo'lishi mumkin. Ammo hozir bu Uyg'urlarni 1 milliondan 3 million gacha Uyg'urning lagerlarga solab, qilish orqali hozir bu avtonomiya masalasi teg'imi murakkab bir masalaga aylanib, Uyg'urlarning masalasi bir Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, Amerika Davlat Majlisida, Yevropa parlamentida davomli muzokara qilingan, hatto qaror ilingan bir darajaga yetdi. Bu amaliyot Xitoyga ziyon emasmi? Haqiqatan shunday. Lekin Xitoy men o'ylayman, Xitoy bunday bir natijaningki yuz berdig'ini oldin faraz qilmadi. Chunki biz qaraydigan bo'lsak 2017-yil Xi Jinping 19-qurultayda butun dunyoga Xitoy 2025-yil Shao Kang deymiz. Shunday bir o'rtahalliq saviyaga yetadi. Fan texnikada dunyoning oldiga o'tadi. 2050-yilda dunyodagi qudratli davlatga aylandi deb shunday bayonot bergan. Endi bunday bir bayonotni dunyoga qo'ymay beradigan shu vaqtlarda Xitoyniki masalan Shansonjo deydi, shunga o'xshash, shu Huangang o'xshash ularningki olimlari Xitoyniki iqtisodiy 2015-yilda Xitoyning iqtisodiy Amerikadan eshib ketgan. Ondan keyin Xitoyniki fan texnika jihatda hozir Amerikadan ustun turdi degandek ashuna qarashlarni o'tirib qo'yib, bu yerda Xitoy hokimiyatiniki strategik yo'nalishida xato yo'l ko'rsatgan degan shunday qarashlar bor. Men bu qarashni balkim to'g'ri bo'lishi mumkin deb qarayman. Chunki bir davlatningki strategiyasida xato yo'nalishga manga vaqtida u shu yo'nalishning xatoligini bilmasa shu pit ketaverdi. Masalan, Xitoyni Amerikadan eshib ketdi degan bo'lsa, Xitoy hukumati shu biz Amerikadan eshib ketibdik degan nuqta bo'yicha o'ziniki keyingi qadamni davomlashtirdi. Hozir bu bo'layotgan natija shu. Undan keyin bu yerda Amerika bilan Xitoyningki orasida bir savdo urushi degan narsa o'tirib chiqib qoldi. Bu urush nurg'un analistlar buni iqtisodiy urush dedi, ba'zilar ideologiyalik urush dedi. Haqiqatan qaraydigan bo'lsak, shu urush sababli o'tirib chiqqan Xitoyningki xalqarada Amerika, G'arb ellariga qanchalik darajada singib kirganligi. Masalan, Huawei Zhongxiningki voqealari, uningga ergishib Xitoyningki josuslarningki o'tirib chiqishi, G'arb ellardagi siyosiy yo'llarningki Xitoy bilan bo'lgan aloqasiningki bara-bara oshkorlanishi, har xil josuslik harakatlarning oshkorlanishi, bu masala
dunyoni Xitoy ustida qaytadan bir o'ynashga keldi. Chunki uning oldida hatto Amerikadagi dаңliq masalan Xitoyshunos olimlarmi, Xitoy tadqiqotchilari demokratiyaniki, mushu sistemaniki hozirgi dunyoniki ahvoliga mos kelamdi, kelmamdi. Chunki demokratiya bo'lmay turibmi, Xitoy taraqqiy qilib dunyodagi kuchli bir davlatga aylanadi. Vaqtida demokratiyaning roli nima? Vaqtida demokratiya hozirgi dunyodagi hamma davlatlarga mos keladigan birdan-bir siyosiy bir sistemmi, emasmi? Mushu narsa nurg'un talash-tortishlar bo'lgan. Oqibat qanday bo'ldi? Bu savdo urushi bo'lgandan keyin nurg'un narsalar Xitoyning asli mohiyatini ichbadi. Bu lagerlar masalasi buni yuqori bir nuqtaga ko'tardi desak bo'ldi. Ya'ni savdo urushi ham Uyg'urlarning masalasi nihoyatda yaxshi bir sharoitda bir-biriga mos holda dunyoda bir qiziq nuqta bir masalaga aylandida butun dunyo qiziqadigan ham Xitoyniki abdi basharni oshkorlaydigan. Undan keyin Xitoyniki bir yo'l bir balbaq strategiyasini buningki tashviqotida bular iqtisodiy mablag' bilan nurg'un davlatlarni setib olish anadikin bu davlatlarda bularni iqtisodiy krizisga patrop qo'yish, hatto ba'zi davlatlar o'zlarining egilik huquqini shu Xitoyga berish degandek ashundaq ahvollar yuz berdi. Bu narsa dunyoni cho'chitdi. Sizning demoqchi bo'lganingiz, ya'ni mush ishlardan sirt, ya'ni Xitoy hukumatining 1.3 million Uyg'urni lagerlarga so'lash masalasi, ya'ni Xitoy hukumatining qandaq bir hukumat ekanligini to'g'ri g'arb ellarda oshkorlab, hozir ham g'arbning bularga qarshi siyosat o'zgardi. Demak, shunami? Shunday. Siz unda bo'lsa, siz bu hujjatlarni ham New York Times va boshqa g'arb matbuotlariga bergandan keyin, ular chiqargandan keyin siz o'zingiz berishdan burun ko'zlagan bir maqsadlaringiz bo'lsa, siz shunga yetdim deb o'ylamsiz? Men taxi u maqsadlarga yetdim deb o'ylamayman. Men buni bir isbot deb qarayman. Xalqarada Xitoyniki jinoyatini xalqaro sudga tortish ham Xitoyniki jinoiy javobgarligini surishtirish ham Uyg'urlar ustidagi bu zulmni to'xtatishda muhim rol o'ynaydigan ham rol o'ynaydigan deb qaraydigan bir muhim isbot deb qarayman. Shuna bu masala meniki yetmoqchi bo'lgan nishonim buningdanmi yuqori bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir natija bo'lgan deyman. Uyg'urlarniki bu zulmni oxirlashtirishga foydasi bo'lg'udak. Siz bu maxfiy hujjatlarni hamda g'arb matbuotlariga berib, ular oshkorlagandan keyin Xitoy hukumatidan sizga bevosita yoki vositali tahdidlar keldimi? Medialar, sosyal medialarda bo'ldi. Haqorat, undan burunmi bo'lgan o'lim tahdidlari. Undan keyin hozirmi bo'yotdi davomli Twitter akkauntlarim o'g'irlanib turdi. Ana tahdid xatlarni topshirib olib turman. Bu bir normal ahvolga aylandi desam bo'ladi. Siz hozir o'zingizni Gollandiyada bexatar his qilasiz? Bu to'g'riliq bak ko'p o'ylab ketmadim. Ish bo'lmagan chog'da men hozirgacha bexatar. Undan keyin Gollandiyaniki hukumat ayollarimi maxfiy soqchilar deydi. Soqchi idoralari hammasi bu ishlardan xabardor. Ham oldin olish tadbirlarini qo'llandi. Shunaqa men hozircha bexatar. Siz bu hujjatlarni oshkorlagandan beri hamda vatandagi urug' tuqqanlaringiz siz bilan aloqalashgan va yoki Xitoy hukumati ularni majburlab sizga telefon qilgan degandek ahvollar bo'ldimi? Yo'q, meniki oilamda shu opam, inilarim, ochalarim degandek urug' tuqqanlar bor. Lekin ular bilan aloqam 2016-yildan beri yo'q. Yolg'iz urug' tuqqanlar bilan emas, savodoshlarim, do'stlarim, bilan xizmatdoshlarim, barliq odamlar bilan aloqam uzildi. Ondan keyin o'tgan yillarda WeChat degan narsa bordi. WeChatda har holda ular so'z qilmasimi, ba'zilarniki undidor do'stlar chambarga chiqqan uchurlardan vatandagi urug' tuqqanlarning yoki do'st birodarlarning ahvolidan har holda xabar berib turadi. Lekin u WeChatmi avtomatik yuzilib ketdi-da meniki. Shunaqa bo'lgan hech qanday aloqa yo'li qolmadim meni vatan bilan. Ma ish bo'lgandan keyin vatandan bir uchur topshirib olmadim. Ham undaq ilishmi imkoniyat yo'q. Bu hujjatlarni ya'ni g'arb matbuotlariga berishdan burun o'zingizni o'yladingizmi, o'ylamadingizmi? Ya'ni sizga qanday bir tahdid kelganligini? Hujjatni bergan vaqtida men o'zimni oshkorlayman deb o'ylamagan. Vaqtida oshkorlashimning hech qanday bir zaruriyat yo'qdi.
hem aşkarlaşmını ait xatarlikdi. Şunu ait maxfiy tutgan. Lekin endi meniki balarimning dadisi uni tepibdi bu Xitoy hukumati. Chunki men bir parcha hujjatni boya dedim Twitterga chiqqandim deb. Men qaraganda shuni bilish kerak deb hozirgacha shunday gumon qilaman. Lekin aniq qanday bildi meniki menda hujjat borligini. Shuning bilan balaning dadisini Dubayga olib borgan haliqi vaqa yuz berdi. Qaysi vaqa aniq bilmayotganmiz. Bu mandaq bo'ldi. Bizning balaning dadisi bir kuni telefon qildi, men Dubayga borgan bo'ldim deb. Shu o'ynamishga borsa desam meniki necha yillik bir og'aynam bordi. O ağaynısını mən tanıdım, hem savadçı, hem dostu degəndək. Şu məni ciddi Dubayga kelgan deb telefon qildi. Bormasam bo'lmaydi ekan, apam to'g'riliq muhimcha uchurlarni bergan. Shu men dedim bu vatandan qanday chiqdi hozir hech kimga chiqolmaydigan tursa, uning ustiga o'ziga hukumat ishlaydigan bir odam qonun sohasida ishlatdi u savadçı dostu. Shu uning chiqishi normalsiz bir ahvol. Deb men ta shu vaqtgacha men u balan dadisiga mening qo'limda bir hujjatning borligi to'g'riliq hech qanday bir uchur bermagan. U bo'lmaydi deyishdi meni. Ashkuni dedim men mushtaq bir ahvol bor, balki mening qo'limdagi hujjat to'g'riliq nima qilish mumkin. Shuni chaqirgan bo'lishi mumkin, chunki Allohda men nurg'un g'alati ishlarga yo'liqdim. Desam, undaq emasdi. Men zodi bormasam bo'lmaydi, u deya ishonchlik mening do'stim deb ketgan. Ketgan ekan, u yerda Xitoyningki bexatarlik idorasininki soqchilari uni oldiga chiqqan. U yerda 4 kun turish jarayonida uni qo'liga USB bir diskini bergan, ham mening kompyuterimga silishni, ham shu hujjatlarniki yo'qolib ketganligi uchun uni u yerga chaqirdi. Uniki Xitoylar uchun ishlashini talab qilganini, agar uni ishlasa, unga aytdi ko'p pul berganini, vatanga bora oladiganini, vizalarni qalaydigan, ola oladiganini, nurg'un yaxshi ishlarni bo'ldig'ini gapiribdi-da. Shu u qaytib kelgandan keyin u menga dedi, "Mushtoq ahvol bo'ldi" deb. Shu men hech qanday o'ylashmayman, shu soqchiga ma'lum qildim. Endi shu vaqtida bu ishlarni soqchilar bo'lib ketgandik, Xitoy soqchilari bo'lib bo'lgan ish bo'lgandan keyin bu yerda meningki o'zimni yo'shirishimni ahamiyat qolmadi. Chunki biz soqchiga ma'lum qildik, bu yerda soqchiga ma'lum qilgandan keyin udul mediaga chiqadigan ish bo'ldi-da. Mediaga chiqmasangiz, bunday muhim ishni qanday yo'shirib o'ltag'il bo'ldi. Shuni bo'pti deb Gollandiya mediasiniki nimasini suhbatini qabul qildik. Shuning bilan meniki salahiyatim oshkorlanib, bu ishlar cho'ng'ib ketdi desak bo'ldi. Agar siz mushu maxfiy hujjatlarni dunyoga oshkorlash sababidan hamda bir qasga uchrab, agar hayotingizdan ayrilgan ish bo'lsa, siz qilgan bu ishingiz sizningcha arzamdi? Menimcha arziydi, chunki hech qanday vaqtida erkinlik yoki hurlik bekorlik emas. Dunyoda har qanday kurash, har qanday natija bir kurash bilan qo'lga kelgan, bekorlik qo'lga kelgan emas. Şu bir natijaga erishimiz deyotgan shuni ko'zlaydi ekanmiz, o'zimizningki ko'zlagan maqsadlar uchun ma'lum badallarni to'lashimiz to'g'ri keldi, hatto u hayotimiz bo'lsin. Shu menimcha arziydi deb qarayman. Million odamningki hayotini qutqizish badaliga qilgan bu ishim menimcha arziydigan bir ish. Bunda biz ko'p rahmat sizga, Osiyo xonim. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamizga qatnashganingizga ko'p rahmat. Kelasi hafta ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.